va shuningdek uni hidi yoqimli, shunday emasmi? Agar o'sha gul qilichi bo'lganda men o'lardim. Qo'lga tushdim. Men nima qilishni xohlayotganimni bildingiz, to'g'rimi? Ha, albatta. Axir men seni onangman. Ammo bu yerda jang qilsak, uyni vayron qilamiz. Tog' ortidagi mashg'ulot maydonchalariga boramizmi? Ha. Seni qanchalik kuchli bo'lganingni ko'rish uchun juda ham hayajondaman. Hali imkoningiz bor ekan, istaganingizcha kulishingiz mumkin albatta. Nima? Umid qilamanki, buni jiddiy qabul qilmayapman deb o'ylamaysan. To'g'ridan to'g'ri hujum bilan ilohiy qadam. Hovlida shunday qilganini ko'rmaganimda to'sqinlik qila olmagan bo'lardim. G'alaba qozonishni istasam, hujumga o'tishim kerak. Bu harakat ilohiy havo zarbasi va juft qilich zarbasi aralashmasi edimi? Juda ham qiziqarli. Bundan himoyalanish uchun qanday mahoratdan foydalandingiz, ona? Men shunchaki qilichimni silkitdim. Bu mahorat emasmidi? Bilasanmi, men sendan mahoratga tegmay jang qilishni o'rgandim, Ariel. Shundaymi? Siz chindan ham juda kuchlisiz, ona. Hoy, bu nima? Jen ursan, bu qandaydir maxluqmi? Sen menga ilohiy qilichbosni havoda sakrash bilan kelyapsanmi? Yo'q, bunday qila olmaysan, ilohiy mavjudlik. Bu endi menga qarshi ishlamaydi. Unda men barcha to'xtashlarni olib tashlayman. Cheksiz tanaffus!